Bugun biz kim chuqurroq joyga tushish challenge-ni qilamiz. Let's go! Challenge qoidalari juda oddiy. Men va Ahror 2 soat ichida imkon qadar eng chuqur joyga tushishimiz kerak. Bu joy shaxta bo'lishi mumkin, tashlandiq katakombalar yoki hatto suv osti ham bo'lishi mumkin. Vaqt tugaganda kim chuqurroqqa tushgan bo'lsa, o'sha g'olib bo'ladi. Jurnalist xolsan, sen g'irrom o'ynaysan. Ammo bir muammo bor. Byudjet umuman yo'q. Bizda umuman byudjet yo'q. Shuning uchun blogerlarga telefon qilib, video uchun yordam sifatida pul so'raymiz. Qancha kerakligini oldindan ayta olmaymiz. Kim qancha pul bersa, o'sha miqdorda ishlatishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, biz просто tak mana shunaqa tepalikda turganimiz yo'q, chunki biz hozir tepada turibmiz. Biz pastga tushamiz, chuqur joyga tushish maqsadimiz bor. Mana shu joyda mana shunaqa mehmon kelganimizga like bosib va kommentariyada Ahror legenda deb, net, Ahror 1 2 3 deb yozib qo'yinglar. Qanaqa izmiraniya qilamiz? Короче, sizga hozir ilovani yuklab olamiz, tushundingizmi? Ishotdan o'zingizni lokatsiyangizni bam qo'yasiz и он измерит necha metr chuqurligi. Voy, blin, seriozmi? Qarang-da. И eng asosiy narsa hozir bu yerda takoy chuqur joy yo'q bizning atrofimizda. И sizga byudjet kerak borish uchun, tushunasizmi? И biz hozir blogerlarga telefon qilib, "Okey, iltimos. Xohlaganimga. Iltimos, da. Kim ideyalar aytib turing. Komol Qahhorov bor. Yaponiyada. Voy. Mana o'ylaganman. Bor. Ой, давай. Брат, sizdan связь kuchli-yu, такой qitchu, такой puli ko'p blogerga telefon qilish kerak-da, shedriy, tushunasizmi? Чтобы pulni такой 200 ming, 300 ming tashlab berish uchun, tushunasizmi? Связь kuchli Timur akam bor. Voy. Lekin Omonxon va Zafarga telefon qilish mumkin emas, chunki o'tgan safar ular bizga yordam berdi. Xullas, do'stlar, hozir men Samandar Nizamovga telefon qilyapman. Agar ko'tarsalar, omadim chopsa, ketmonimchadi. Ahror shu joyda Samandar Nizamovga telefon qilishni qaror qildi, lekin ular telefonni ko'tarmadilar. Samandar Nizamov hozir takoy жесткий. Xo'p, ko'tarmadilar jigarim. Minus vibe berib hozir жесткий minus vibe. Qo'lyotibdilar, istalik. Keyin esa Noyor Nabiyevga aloqaga chiqmoqchi edi, lekin ular ham Ular ham ko'tarmasalar bo'ldi, o'sha umidimni uzdim. Soat 1 bo'ldi-da. Sassiq uxlayotibdi, boru, shunaqa blogerlar. Kibirda, mayli Timur akam telefon. И shotda уже Timur Alixonov legenda yordamga keldi. Allo aka, assalomu alaykum. Aka, biz hozir video otuvdik, если что videoga tushyapsiz. Baburelloni kanalida hozir kim chuqurroqqa tushish challenge-ni olamiz. Bizga byudjet kerak, byudjetni akademiyasi blogerlar berar ekan. Men o'shaning uchun sizga telefon qildim, boshqalar shu ko'tarmadi. O'shanga qancha tashlab olsangiz tashlab bera olasizmi? Men senga xohlaman, o'lsin, naqd beraman, videoingni ham chiroyli chiqadi o'lsin. Okey, хорошо. Qattasiz hozir? Anaqaga ketdi, o'zbekcha gостиница bor-ku, Toshkent skver krugidagi. Da. Aha. O'shandagida parkovka bor, o'sha ketdim, mana bu yoqqa o'taman. Bo'ldi, все, uchamiz. Хорошо, hop. Rahmat. Nice. Yaxshi, content xabar. Уже previewga 100 qo'yib qo'ysa bo'ladi. Okey, men telefon qilaman hozir endi. Tak. Borib pullarimni olaman. Короче, men Abrik 11 ga telefon qilaman. Allo. Короче, men esa Abrik 11 ga telefon qilishni qaror qildim, chunki bu bloger 2 kun oldin yangi mashina sotib oldi. И Abrik 11 nech pul tashlaganini hozir ko'ramiz. Давайте твою двушку закину. Двушку? $1000? Ага. Все, я полетел, брат, на $2000? Короче, вот, Абрик, он позвонил своему брату, понял? Bunaqa сразу ko'zirdan boshlaysiz. Скинь карту. Окей, давай, брат, не подводи. Давай. Nice! Sana endi olding-da, jigar. Чё, брат? Dunyodagi eng boy insonlardan bittasiga telefon qilding hozir. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Shunaqangi boy do'stiga telefon qilish qanchalik haqli? Брат. Kommentariyada yozib qoldiringlar, o'zingizlar fikrlaring. Опа! Kamera, buyoqqa keling. 100 ming so'm. 100 ming so'm tashladi. Abror 11. Senga hali pul bermadilar. Oyiga. $2000 dedi. $2000, блядь. Ya normalniy, pulni qadri 5 so'm tashlagandan главный e'tibor jigar. Lekin men akam ko'proq beradi. Mana sizlar kulyaptingizmi hozir? Okey, brat, ko'ramiz. Nima bo'lishini ko'ramiz. Lekin sizga omad tilamayman. Chuqurga tushingda qayt chiqmay. Do'stlar, let's go ma? 1 2 3. Xullas do'stlar, уже Baburello bilan jigar ketib qolishdi, уже biz ham ketamiz, sekin mashinamda boramiz. O'sha tochkaga Timur akamdan pul olishga. Keyin menda plan bor.
uni birma-bir sizlarga tushuntirib ketishga harakat qilaman. Shuning uchun ketdik. Уже 5 minutimiz o'tib ketibdi, shunga tezlashamiz. Pog'nali. Xullas do'stlar, hozir men o'ylashim bo'yicha Timur akam taxminan 200 mingcha beradilar deb o'ylayapman. Bu byudjet bizga Toshkentdagi любой точкаga yetib borishga yordam beradi. Biz o'ylashim bo'yicha shahardan ozgina chetroqga chiqib ko'ramiz, chunki o'sha yerda menimcha chuqurroq joy bo'lsa kerak. Nima deb o'ylaysizlar? O'zi bizda chuqur joy bormi? Agar kimdir biladigan bo'lsa, realni kommentariyada yozib qoldiringlar, chunki menga realni qiziq. Shu ma'lumotni birinchi marta eshitishim. Qanaqadir chuqur joylar bo'lsa, albatta yozib qoldiringlar. Atak biza yo'ldamiz уже 13 minut ko'rsatyapti. Biz уже vaqt yo'qotyapmiz. Shuning uchun tezlashamiz. Давайте. Xullas do'stlar, mana biz ham yetib keldik. Уже 18 minut yo'qotdik. Hozir Timur akam topib turib, pul olib, keyin bitta toshkani o'ylab qo'ydi. Может, o'sha yerga pulimiz yetsa boramiz. Pog'nali. Assalomu alaykum aka. Siz Короче, Babarelloning kontenti kim Toshkentdan chuqurroq joyga tushish, tushunasizmi? Eng chuqurroq. Yana ham chuqurroq, tipi. Nima degani u? Chuqurroq joyga. Qayerda chuqur joy bor ekan? Bilmayman, topamiz qaror. Bir ikkita naqalar bor. O'shanga bizga byudjet kerak. Nimaga? Taksini pulini olaman-da, minus qilaman, o'zimga boraman. O'zim boraman. Toshkentdan balki uzoqroqdir. Ha. Sen chuqurroq demasan. Yo'q, uzoqroq emas, chuqurroq. Deb balandroq bor. O'tgan safar balandroq olishgan ekan jigarlar, ana unga. Toshkentdan chuqurroq. Yer tubiga. Babarello yutqizding jigar bo'ldi. Bu qarang, qaytarib berilmaydi lekin. Я тебя отдаю, так и так. Серьезно? А, bo'ldi, как раз pulim kerak bo'ldi. Чтоб ты реально глубоко куда-то ушел. Все, bo'ldi. Harakat qilamiz тогда, aka. Rahmat. Интересно, конечно, что значит глубже. Bilmayman, shu masofa chuqurroq bo'lishi kerak ekanda, tushunasizmi? Dengiz sathidan baland yoki pastligini o'lchab beradi, to'g'ri? Uy, buni ko'rdim, eslab qolgan. Shunaqa. Tushundim. Ну, да бывшийnikiga bor. Давай. Aka, rahmat kattakon. Давай, charchang. Xullas, bizda $100 bor, bu degani 1.300.000 so'mimiz bor. Bu 13 barobar ko'proq degani Babarelloning byudjetidan. Xullas, biz endi realni bir tubiga tushishimiz kerak. Bu byudjet bilan endi hozir ko'ramiz. Qatga borsa bo'ladi. Meni planim bo'yicha sizlarga aytaman, Chorvoqni dambasi bor. Biladigan bo'lsanglar, Chorvoqda bitta damba bor. O'shada pastida u dengiz sathidan ancha pastroqda. Endi bilmayman qancha, hozir приложениеni o'tkazib ko'ramiz, realni ko'ramiz. Agar chuqurroq bo'ladigan bo'lsa, o'sha yoqqa yo'l otlanamiz, chunki bizda o'sha byudjet aniq yetadi. Любой transportda, o'sha samolyotda ham boramiz. Shuning uchun o'zimizning sparkimizda yo'l otlanamiz. Qolganiga menimcha mo'yiga boramiz jigar. Давайте ketdi. Погнали. Xullas do'stlar, biz spesial maxsus приложение bo'yicha eng chuqur точкani topishga harakat qildik va приблизительно topdik. Bizdan byudjet tomonlama muammo yo'q. Ya'ni biz Yandexga ursak, любой summadan 1,5 million 100 talik chiqmaydi. Shuning uchun любой точкаga bora olamiz o'zimizning mashinada va o'sha Yandexdagi summani $100 dan minus qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Va do'stlar, biz hozir yangi yo'l точкасini tanladik. Hozir qarab chiqsak, bu 301 metr balandlikda ekan. O'zimiz turgan joy esa 468 mi shunaqa ko'rsatyapti. Esingizda bo'lsa, Chorvoqga bormoqchi edik. Chorvoqdagi o'sha dambani tagiga tushmoqchi edik. O'tda oказывается 768 taxminan shunaqa metrda ekan balandlik bo'yicha. Shuning uchun biz naborot minusga kiramiz agar u yoqqa boradigan bo'lsak. Shuning uchun biz hozir yangi yo'lga yo'l otlanamiz va sizlar bilan birgalikda o'sha yerga boramiz. Endi esa bizni 49 minutlik yo'l ko'rsatyapti. Vaqt 13:35, ya'ni bizda yana taxminan 1,5 soatcha bor. Da, 1 soat 25 minut. Va o'ylashim bo'yicha na easy yutamiz bu Babarelloni. Babarelloji, ukamji, men bilan unaqa xato qilma, unaqa. Nech pul berdilar, biroz? Telegramga kirib oling. Nuka, hozir ko'ramiz, Ahrorga nech pul berdilar. $100. 1.200.000 so'm praktiski chiqyapti o'zi. Menda 13 marta byudjet kamroq.
Voy billi. ChatGPTdan so'radim, geografik bo'yicha Toshkentda qaysi rayon eng past? Tipo bizda tog'lar bor, и pastroq rayonlar bor, tushunyapsizlarmi? И bizga aytdilar, то что, короче, Yangi yo'lda eng past joy ekan. Прикиньте, dengiz jarayonidan 270 metr ekan. Bizlar hozir dengiz jarayonidan 400 metrda joylashganmiz. И men Chinozga borishim kerak hozir. Biz hozir taksi chaqirishni qaror qildik. Taksi soat 3 minutdan keyin keladi. И biz metroga o'tiramiz. Metroda oxirgi stansiyagacha boramiz. И o'tdan chiqib, taksistlardan so'raymiz, Chinozgacha olib borib qo'ying bizani deb. Agar misol uchun vaqt yetmay qolsa, to просто o'tirgan joy, ну tipo 2 soat o'tgan joyimizda turamizda, balandligini o'lchab ko'ramiz, и bo'ldi dalish. Потом ahvol bilan solishtiramiz. Let's go. Xullas do'stlar, biz почти уже selimizga, maqsadimizga yetib keldik. Lekin biz hozir приложениyadan ko'radigan bo'lsak, 329 balandligi bo'yicha bo'lyapti. Bu ham normalniy. Bu zo'r rezultat degani, lekin bizga yana ham chuqurroq joy kerak. Shuning uchun biz Jambul tarafga yo'l otlayapmiz. Bu приблизительно plus-minus 10 kilometr uzoqroq, yana 20 minut uzoq borib ketadi. Hali vaqtimiz bor, bemalol. Shuning uchun hozir O'shga yo'l otlayapmiz. O'tdi 300 mi? Ko'rsatdi. 300 ko'rsatdi приблизительно. A tak bizda plus vibe. Ana men bitta hozir bir ikkita narsalarni ko'ramiz. Klublar bor ekan. Agar dovchi chiqib qolsa, to'xtab dovchi ham olamiz, chunki bizda $100 bor jigar. Kayf, короче. Undan keyin menimcha krevetkalarni yeyishga borsak kerak, jigar. Baburello nimaga? Baburello! Bizda bu ekipaj yo'li stansiyasidan Olmazor stansiyasigacha keldik va o'tdan taksiga o'tirishga qaror qildik. Ha, bu aka hozir oldimizdan o'tib ketdi, Chinoz deb hozir gaplashib ko'ramiz. Aka, assalomu alaykum. Chinozga borishimiz kerak. Реально? Imkoniyat bor-da, demoqchisiz. Короче, общий bo'ladi. Tez borish kerak. Da, прям tez borish. Bo'ladimi? 160 ming это обратно bilan, to'g'rimi? Qaranglar do'stlar, biz 160 mingga borib kelish polniy mashinani olamiz и 80 ming o'zimdan qo'shaman, chunki bizda обратно kelish bunaqa plan byudjetda yo'q edi. Bo'ldimi, ketsak bo'ladimi hozir? Bo'ldi. Let's go. Aka, siz jarohat isizmi? Sherzod akam bilan biz hozir Chinozga ketamiz. Let's go. Ketdi. Opa, eshiklarni ochib beradilar ekan. Vip, let's go valla. Voy, bilan eshigim yo'q. Короче, do'stlar, hozir biz ketamiz Chinozga. Bo'ldi, hozir motivatsiyam chotki. Nima qilyapti bu bola? Nima qilyapti? Idealniy lokatsiya topdik. Bilmayman u chuqurligi bo'yicha qancha chiqadi, bilmayman-u, lekin lokatsiya bo'yicha shikarniy moment topdik. Ketdik. To'ymayapti. Qanday to'ymayapti? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, yaxshimi? Siz kirsa bo'ladimi? Ro'rilikmi, ketdik. Qalasizlar. Baburello yana qachonatish kerak? Krujok. Nima qildik? O'ylashim bo'yicha ham top joy bo'ldi mashhur. Просто to'y bo'ldi, ko'rib qoldik, kirib ketdik. И odamlar ko'rdinglar, tako приветливый. Ammo manzarani qaranglar, jigarlar. Jigar, agar o'shitga tushib bera olsa, kayf bo'ladi lekin. Qalaysizlar bolalar? Assalomu alaykum. Va alaykum, qalaysan? Baburello'ni kanalini bilasanmi? Obuna bo'lganmisan? 5, baxki, 5. Qatlisan sen? Nezbashli? Nezbashli? Ha? Молодец. Bitta like bosib qo'y mana bunaqasiga. Mana buni qaranglar, jigarlar. Manzarani. Bunaqa manzara uchun qancha bir 15 minut yo'qotib beraman lekin. Qancha? Taxminan yana 20 minut vaqtimiz bor. Biz yana dalsh ketishimiz kerak, chunki dalshi 300 metrgacha tushsak bo'lar ekan. Shuning uchun hozir maksimal darajada yo'l otlanamiz. Ketdik, короче, zakruglaymiz. Agar bu joyni Baburello topganida, именно mana shunaqa reaksiya bildirgan bo'lardi. Xullas, do'stlar, biz lokatsiyaga keldik va ko'rib turishingiz mumkin, mana bitta spusk, ya'ni tushish joyi bor.
hozir mana shu yerdan sekin xudo xolisa bismillah deb turib qadam bosamiz. O'ylashim bo'yicha chiqa olamiz xudo xolisada. Ketdik do'stlar, pastga tushamiz va shu bilan yakunlab yuboramiz. Bizani 10 minut vaqtimiz qolibdi. Pagnali. Voy bilan chiqindilar, ha. Yes sirski. Yes sirski. Yes. Va nihoyat biz eng o'zim o'ylashim bo'yicha chuqur joyga tushdik. Manzarani qarang, ham chiqindilarni qarang, Mumbai bo'lib yotibdi. Lekin shunga qaramasdan biz pastga tushdik, epladik, amalladik va shuning uchun do'stlar, bizani harakatimiz uchun qancha bu videoga like va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Baburello senga ham kattakon rahmat chaqirganing uchun. Xullas 10 minut vaqtimiz bor, lekin biz уже yakunlab ham qo'ya olamiz. Biz o'zimiznikini albatta bilib oldik. Hozir esa Baburelloga telefon qilib turib bilib olamiz. U qanchaga tushgan ekan. O'ylashim bo'yicha u ko'proqga tushgan, chunki biladi chuqur anaqa tubidagi joylarni. Shunaqa bo'ladi o'zi. Avo. Braton, nima gap? Hammasi jotdi, qachon bordingizmi Toshkentga? Borib bo'ldim. Qayerdasiz siz? Men hali boradigan Toshkentga kelmadim. Siz keldingiz vaqtmi o'zi? Men keldim. Men siz bilasizmi 8 minut vaqtingiz bor. Shu joyda Ahror bilan ozgina tushunmovchilik bo'ldi. Chunki Ahror bizani vaqtimiz 3 kecham deb o'ylab, metka qo'yishga o'zi to'xtadi. Lekin menda esa sekundamer ishlab turdi va sekundamer bo'yicha menda yana qo'shimcha 7 minut bor edi. Shuning uchun men esa sekundamer bo'yicha harakatimni qildim. Agar muxlosh bo'lsa, men obunachilardan sizdan отписка qilishini so'rab qolaman. Okey, muxlosh bo'lmaydi, biroz, maqsad muxlosh bo'lmaydi. Bo'lsa. Men tagda o'zimni tochkam keldim, skrinshot qilib olaman tagda. Nechta tochka qildim, tipi qaysi biri pastroq bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerga bordim mana. Yana ozgina vaqtini bilganimizda, vaqt borligini bilganimizda yana ham ketardik. Xullas, skrinshot qilib oldim, o'zingizga ham tasdiqlab berdim. Endi esa Baburelloning atvetini kutamiz. Biz esa ungacha tepaga chiqib turamiz. Короче, do'stlar, mana 15 sekund qoldi. Biz hozir akamizdan so'raymiz. Любой mana shu удобный joyda to'xtab olasizmi? Biza vaqtimiz tugadi. Hozir shu yerda takoy video olaylik, потом qaytamiz. Do'stlar, biza chiroyli manzaradamiz hozir. Mana vaqt 2 soat ровно, ну конечно 9 sekund anaqa stopni bosishga ulgurmadim. Uzr, Ahror uzr. G'irromchilik qildim, 9 sekund ketdim. Hozir biza kartada ko'rsatamiz qayerda turganimizni, okey? Короче, Sirdaryoni prям yonidamiz. Prikинь, вот Chinozga, короче, kartada ko'ryapsizlar. Chinozga ozgina qoldi, Sirdaryoni yonidamiz уже. Prikиньте. Hozir do'stlar eng muhim joy. Hozir ilovaga kirib, qanchalik pastga tushganimizni hozir ko'rsataman. Do'stlar, lekin hozir hayajon juda qattiq. Просто mana bunga qaranglar, просто takoy mazza-yu. Bunaqa syomkalarni yaxshi ko'raman. Bunaqa atmosferada har kun ham video olmaymiz, поэтому shu yerda like bosib, Ahror yoki Baburello legenda deb yozib qo'yish esingizdan chiqmasin, okey? Ilovaga kiramiz, hozir ko'ramiz necha metrda turganimizni. O'zimni tochkamni ko'rsatdim hozir. Mana trassa mana shu dalada turibmiz biz hozir. Eng muhim moment. Let's go. Plusni bosaman. Tayyormisizlar? Men tayyorman. Kutamiz. Kim chuqurroq tushganini bilib olish uchun Ahror oldiga ketamiz. Va challenge-da kim yutganini bilib olish uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Tak. Davay, aytavering, nima bo'ldi sizda? Xullas. Biza Tibra akam oldiga bordik. Okay. Real $100 berdilarmi? Real ko'tlar agar, videoda bor. Chiqdilar-da, $100 berdilar. Kapet. Это что за sigma? Keyin uni oldik. Bizda mablag' уже без ограничений bo'lib qolgani uchun любой joyga boramiz deydi. Sekin skromna biza endi siz ayting. Qarang, bizda 100 ming so'm. Men birinchi o'yladim qayerga borishni, GPT'da yozdim-da, ChatGPT'da yozdim, qayerga borsida bizni foydalanmadik. Voy, nimaga? Men unaqa deganim yo'q. Bolalar kommentariyada Baburello kod yozaringlar. Короче, kartada ko'rdim, qad pastroq, tip rayon, и потом metroga taksi chaqirdim. 1000 so'm ketdi, chunki bonusni ishlatdim. Tushundingizmi? Yandeksdan to'lasizlar. И потом, короче, qarang, taksi ishlatdingiz? Da, 100 ming so'mdan 1000 so'm ketdi. Sizda byudjet 1 300 ming. Unaqa demang, помратski. O'zini byudjetidan olib, olmasdan ya'ni. Yani ustiga bonus qo'shibdi bonus. Какой biz hech qanaqa bonus qilganimiz yo'q, to'g'rimi ekan? Hech qanaqa bonus qilganimiz yo'q. Короче, metroga o'tirdim. Metroda Olmazorgacha bordim. Xo'p. И дальше endi siz aytavering, qayerga bordingiz, qachon aytib bering? Metroda Olmazorgacha bordim. Biza birinchi Google'ga qidirsam, eng chuqur joy qad desam, menga Chorvoqdagi dambani ko'rsatdi.
Keyin o'sha siz aytgan programmada o'lchab ko'rsam, naborib tepaga yetib qoldi, cho'g'isi. tog'i. Na, qo'ydi deydi. Короче, keyin izlanishni boshladi. Tochka, короче. Cho'g'isi bundoq qidirib chiqdik, qarasak pastda, pastroqda, cho'g'isi. Okey. Keyin o'sha yoqqa bordik. Qattiq yo'q. Qo'ymassiz. Ладно, ana Zeti, qayerga bordinglar? chiqdik Toshkent metrodan и aytdik, короче, biz Chinozga boramiz. Sirdaryoga dedik, короче. Sirdaryoga bordinglarmi? Sirdaryoga bordinglarmi? Короче, Chinozga yetkazdik. Слушай. И bizda byudjet yo'q, прикинь? Byudjet yo'q. Chosmi, men birinchi Maxim Gorkida aytolman. Chinozga borib bering, такой anaqa taksilardan 500 ming deyapti-da, tipo menda 100 ming. Потом biza Olmazorga bordik, и o'tda bilasizmi nech bo'lgan? 20 ming. 20 ming, brat. Lekin do'stlar, 100 mingdan tashqari mingsin ishlatdi bu. Sixirtda Короче, biza polni mashinani oldik, 80 ming berdik, tushundingizmi? Bitta tomonga 80 mingga olib bordi. И в общем, biza 90 ming ishlatdik, короче, грубо говоря, tushundingizmi? И bordik-da, bam, tochkani qo'ydik. Endi sizlar qayerga bordinglar, ayting. Yangi yo'l короче tarafga ketib qoldik. Yangi yo'ldan ham tushdikda. Nariga tomonga ketaverdik, короче. Pastroqga tushirdik. Ya bitta lokatsiyada to'xtadik. O'tda to'ymat kerak ekan. Qo'ydi deydi. Kirib chiqdi o'sha kayf qilib. Tam Kamera tushdimi? Ha, bir ikkita o'ynadik, kayf qildik, ketdik. Zavod. Shu bordik, o'sha lokatsiyada приблизительно bordik. И pastli, jarli topdik. И xullas jarliga tushdik. Reально? O'sha yerdagi jarliga tushdik. И o'sha yerda tochka qo'ydik. Okey, давай ko'rsatamiz. Siz birinchi, Donazich. Birjacham. Don zichim. Vamos! 317 metr. 299. Sizdanmi? Клянусь, прикинь. 299 metr dengizdan balandligi 299 metr. Cho'g'asizmi? Hello, darkness, my old friend. Brat. Bu chaqirdim. Boshqa chaqiraman. Men yutqizsam ko'ra olmayman. Yutqizim kelmaydi hech qachon. Brat, qarang, biz bir yo'ldan ketdik. Biz yangi yo'ldan o'tib ketdik, tushundingizmi? Sizlar ham o'tib ketdinglar. Просто biz ozgina uzoqroqqa bordik, cho'g'asizmi? Obunachilar endi obyektivni hisoblaylik-da. Men o'ylabmanki, bizning vaqtimiz soat 3 gacha. Biz soat 2:40larda o'sha to'y jarayoniga kelib qoldik. 20 minutimiz qoldi. И o'ylashim bo'yicha приблизительно shu atroflarda topishimiz kerak deb o'yladim, chunki vaqt 3 gacha berildi deb o'yladim. Ammo bu jigarimiz 3:15 gachami dordi-yu. No, men timer sekundomer bosdim-da, tipo. Shuni oxirlar aytib qo'yish kerak edi. Men ko'ra olmadim. Men yutqizim kelmayapti. No, okey. Yoqmadi. Короче, do'stlar, farq 18 metr bo'ldi. И bu, ya'ni mana shu muammo bilan endi o'zlaringiz kommentariyada yozinglar, kim yutdi. No, men o'ylayman, men yutdim. No, siz ham tushunsa bo'ladi, tushunasizmi? Mayli, men yutqizib beraman, farqi yo'q. Content uchun deb. No, sizga katta respekt. Chaqirganingiz uchun rahmat. Bu bola obuna bo'linglar и yozinglar kommentariy ko'proq video chiqarsin. Iltimos, oyda bitta video emas, пожалуйста, хотя бы 3 ta 4 ta iltimos oyda chiqarib qo'ying. Вот. Albatta, shu fursatdan foydalanib do'stlar, shu videoga like va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Qaranglar, qanaqa harakat qilyapti. Parkentga nima qat'iy Sirdaryoga borib ketdi jigarim. Birinchi sizlar uchun, bargina kontent uchun, shu uchun faqatgina obuna bo'lib qo'ysanglar, bu eng katta podдержка bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun videoga albatta like bosishni ham unutmanglar. Va oxirgi Yandex Muzika YouTube'ga kirib 1-2-3 qani degan ashulani eshitish to'g'ri esingizdan chiqmasin. Короче, 1-2-3 respect. 1-2-3 degan trekim chiqqan, shuni любой platformada eshitib ko'rsanglar bo'ladi. YouTube'da ham bor, klipda ham. Let's go! Rahmat, charchamaylik.